Alloh uchun do'stlashgan ikki cho'pon bo'lgan ekan. Bir kuni ikkovlon so'zlashib o'tirib, biri dardini aytib qolibdi. Do'stim, men oshiq bo'ldim. Alloh xayrli qilsin. Nega mahzunsan? Kimga oshiq bo'lding? Podshohning qiziga. Unga yetishish mening buyuk orzuyim. Shunaqami? Nima qilsak ekan? Ha, topdim. Bir paytlar men safarda Orif zot bilan birga bo'lgan edim. O'sha zotdan so'raymiz. Ikki do'st o'sha Orif zotni oldiga borib, vaziyatni tushuntiribdi. Buning yo'li oson, debdi Orif zot. Falon yerdagi g'orga borasan. 40 kun tinmay Alloh, Alloh, Alloh deb zikr qilasan. Yigit rozi bo'lib, Orif aytgan ishni boshlabdi. 10 kun o'tibdi, 15 kun o'tibdi. Yigit garchi tili Alloh desa-da, xayolida podshohning qizini tasavvur qilib, zikrini davom ettiraveribdi. 25 kunlardan keyin butun shahar bu darvishni holidan ogoh bo'lib so'zlay boshlabdi. Ko'rdingmi? Bir darvish g'orda tunu kun Allohni zikr etyapti. Qandayin go'zal. Yigit holdan to'yib qolgan bo'lsa ham, podshohning qizi visolida tinmay zikr etar va 40-kunni astoydil kutar edi. Bu gap so'zlar podshohning saroyiga ham borgach, vazirlar, podshohim, bilasiz, valilar kelgan joylarga Allohning barakasi nozil bo'ladi. Odamlarda muhabbat paydo bo'ladi. Qanday qilib u zotni shahrimizga olib qolsak ekan, deyishibdi. Saroyim oldiga bir saroy qursak, qabul etarmikan? Yo'q, Orif zotlar mol dunyoga qarashmaydi. Vazirlikni bersamchi, uni ham qabul etmaydi. Unda nimani maslahat berasizlar? Karimangizni unga nikohlab bering. Agar vali zot qabul qilsalar, bu menga ham sharaf. 40-kun yetib kelibdi. Shu kunda podshoh va uning ayonlari, yigitning do'sti darvishning huzuriga borishibdi. Yigit hamon zikr qilardi. Yigit zikrni to'xtatishi bilan podshoh salom berib so'rabdi. Hazrat, sizning bu yerda bo'lishingiz bizga sharaf. Buyuring, sizga bir saroy qurdiraman. Keragi yo'q. Unda keling yurtni birga boshqaraylik. Yo'q. So'nggi umidim. Meni bir qizim bor. Garchi sizga loyiq bo'lmasa-da, uni nikohingizga olsangiz. Yo'q. Shunda cho'ponni do'sti yugurib uning oldiga kelibdi-da so'rabdi. 40 kunki zahmat chekib, shu podshohning qizi uchun zikr etding-ku, endi nega undan voz kechyapsan? Do'sti tabassum qildi-da, shunday javob berdi. Men 40 kun podshohning qizi uchun Alloh deganimga, huzurimda podshoh va vazirlar tiz cho'kiyapti. Agar Alloh uchun Alloh desaydim, nelar bo'lmasdi.